Narx bu shunchaki pul emas, bu sizning vaqtingiz, tajribangiz va mas'uliyatingiz. Bugun biz mijoz bilan shartnoma tuzish va to'g'ri narx belgilashni o'rganamiz. Xizmatingizni baholashda shunchaki tugmani bosishni emas, butun bir jarayonni hisobga oling. Tayyorgarlik vaqti, fotosessiya davomiyligi, kamera va texnika qiymati, tajriba va uslub, tanlash va retush uchun ketadigan vaqt, tayyor materiallarni topshirish. Agar siz bir soatni bir narx deb hisoblasangiz, demak siz o'z mehnatingizni arzonlashtirasiz. Soatli narx qisqa va aniq fotosessiyalarda qo'l keladi. Masalan, biznes portret va studiya fotosessiyalarida. Soatli narxga minimum limit qo'ying. Masalan, 2 soat. Yoki tariflar bo'yicha mijozga taklif bering. Tariflar mijozga tanlash imkonini, sizga esa barqaror daromadni beradi. Tarifda syomka vaqti, rasmlar soni, retush darajasi, tayyorlash muddati, raspechatka yoki elektron format farqlanishi mumkin. Loyiha asosiy katta ishlar, reklama, brend fotosessiyasi, tadbirlar alohida hisoblanadi. Bu yerda budjet, vaqt va jamoa hisobga olinadi. Narxni ishonch bilan ayting, ikkilanib emas. Rasmlar har doim to'lovdan keyin beriladi. Oldindan to'lov bu ishonch va kafolat. Shartnoma bu ishonchsizlik emas, ikki tomonni himoya qilish. Shartnomada tomonlar ma'lumoti, xizmat turi, narxi va to'lov tartibi, syomka sanasi va vaqti, tayyor materiallar topshirish muddati, retush shartlari, force major holatlar aniq yozilgan bo'lishi kerak. Svetokorreksiya qilingan va retush qilingan rasmlar fleshka yoki onlayn galereya orqali mijozga beriladi. Agar mijoz so'rasa, ularni albom shaklida ham qilish mumkin. Bu professional qoida. Bundan chetga chiqmang. Shartlarni aniq kelishib oling. Va'da bersangiz, bajaring. Shunda mijoz qayta keladi va tanishlariga sizni tavsiya qiladi. Narx belgilashdan qo'rqmang. Shartnoma sizning vaqtingizni, mehnatingizni va qadringizni belgilaydi. Agar siz o'z ishingizni qadrlasangiz, mijoz ham qadrlaydi. Siz bilan fotograf Sardor Azimov bo'ldi. Bizning rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.